Shu trekkerda ketayotgan okani bitta to'xtatib ko'raylik chiqani. Aka, assalomu alaykum. Hormay charchamayapsizmi? Aka, trekker 2 haydirgansiz. Bitta shu mashinani ham haydab ko'rasizmi? Chetroqga oling. Aka, hormay, salom, charchamayapsizmi? Sizmisiz? Aka, sizga bitta mashina bor. SVM G01 modeli bo'ladi. Bitta ko'ring shu mashinani aka. Xitoy tarafidan ishlab chiqarilgan italyanskiy brend hisoblanadi. Oldi taraflari mana bunaqa derski o'zini bodigitlari bor, zavodskoy. Ichini ham bitta ko'ring aka. Qanaqa aka saloni? Yaxshi, kengaygan ekan. Sidinasida abagrev abdul sistemasi bor. Undan tashqari katta monitori bor. Beskluchoy dostуп, cruise control, elektronniy sidinalar boshqaradigan. Trekkerda yarim elektron bo'lsa, bunda полный elektron hisoblanadi aka. Tomlari qoraytirilgan, panorama lyuk oxirigacha ochiladi aka. Endi bitta haydab ko'rasizmi? Ketdi aka. PRNDsi mana bu yerda liliga o'xshab hamda joylashgan aka. Bemalol bosib haydab ko'rsangiz ham bo'ladi aka. Nomeri yo'q axir. 360 kameralari ham bor aka. Chapga yoqsangiz chap taraf kamerasi yonadi, o'ngga yoqsangiz o'ng taraf kamerasi yonadi. Mashina to'liq benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga atiga 8 litr, 9 litr shahar ichida rasxod qiladi. Dalniga yuradigan bo'lsa, undan ham rasxod kamayishi mumkin aka. Aka, mana nima ekanmi? Aka, bu kolonka hisoblanadi. Bundan tashqari orqada bagajda o'zini zavodskoy samoferi ham bor aka. Trekker 9,5 sekund 100 ga chiqsa aka, bu mashina 8,5 sekund 100 ga chiqadi. Men o'zim shaxsan dragida o'lchab ko'rganman. Aka, trekkerda bittadan rejimda yuradi. Mashina bunda nechta rejim bor? Aka, bunda 3 ta rejim bor. Sport, normal, eko. Hozir biz normalda ketamiz. Sportga qo'yib bosadigan bo'lsangiz, undan ham yaxshi razgon beradi aka. Agar Trekker 2 olmagan bo'lganingizda, bu mashinani olgan bo'lardingiz? Narxi arzonroq bo'lganda olardim. Narxi arzon lekin aka, Trekker 2 dan buni. Necha pul? Narxi primерно 260 million atrofida. Yangi restoranning holat. Ha, yangi restoranning holat. Zo'r aka, menga yoqdi mashina. Xudo xolasa. Tavsiya berasiz? Nasib qilamiz, qo'yganlarga tavsiya beramiz. Bir bor tez drive qilib ko'rishlarini o'zlari. Xudo xolasa. Zo'r.